Hammanizlarga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Qo'shko'prik tumanidagi Zarqutaq mahallesinde joylashgan tayyor sotuvdagi turar-joy haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Videoni oxiridan ko'rsangizlar, shu uy-joy haqida polni hammasini ko'rsatib, obzorlarni ko'rsatib beramiz. İçan tarafımıza keladigan bo'lsak do'stlar, chap tarafimizda 2 dona komnatasi joylashgan, o'ng tarafimizda esa bir zalimiz joylashgan. Komnatalarga keladigan bo'lsak, bunda yana spalniya sezlar ham bo'ladi. İban tarafimizda yana pechlar ham joylashgan, qishda issiqqina bo'lib turadi. Yine gök duranlarınızın zalımızdan gengene dostlar. Xohlasazlar başka komnata etfərişlərinizdən mümkün. Uyumuzda svet, gazdan problema yok. Eğer bağsaq işləri bilan şoğlanamam desəizlər, uyumuz nasozun yanında joylashgan bo'ladi. Bemalol suv nələrdən ümumən problema yok. Ban tarafımızdan yine ikinci komnatamız Beram spalni. Qalansa dostlar, ban tarafımızda yine gengene dalanımızdan joylashgan. Ban tarafımızda ise kuxunni bilan ayrıca salon zeli joylashgan. Yerlar ham hali remontdan chiqmagan. Endi bog' tarafı o'stagan bo'ladi. O'zi общий uy joyimiz 1300 kvadrat metr ekan, общий hammalarni hisoblaganda ban tarafimizda esa bog' atib qo'ydi ekanlar. Xohlasazlar bog' atmin joy atdiklab olsangizlar ham bo'ladi. Eğer dostlar sizlərə uyumuz yaqqan olsa, bemalol telefonu, pul sulları bilan gaplashib olishlaringiz mümkün. Hamma ma'lumotlarni beramiz dostlar. Unda sizlər özlərinizdən gəlib uy joyimizni görsəngizlər bo'ladi. Bir qator görüb.